Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi akamizda bo'lgan muammosi mana shu monitorlar yonmay qolgan ekan akamizda. Telefoningni aytyaptimi? Ko'p kishi monitorda muammo degan ekan. Monitorni o'zini almashtiramiz deb akalarim kelganda, xudo xolasa, aybini aniqladik. Bizda mana shu Человек mashina blogimiz bo'ladi, HDMI blogi. Xudo xolasa shu blogdan chiqdi. Xudo xolasa yangi qo'yib, blokirovkalarni ochib berganmiz, o'zlariga bog'lab qo'yganmiz. Xudo xolasa xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverishlar akalar. Xudo xolasa o'z diagnostika qilish jarayonidamiz. Akamizda monitor yonmay qolgan ekan. Bizda mana shu HDMI blok urib qo'ygan ekan mana. Xohlasa hozir shuni ayblarini topib, yechganimizda shu ichini ochganimizda protsessor urib qo'ygan ekan. Bizda hozir mana Человек mashina deganimiz mana HDMI multimedia Человек mashinamiz bizda ishlamay qolgan ekan. Shu blogimiz hozir aloqaga chiqdi, xudo xolasa. Endi nasib, xudo xolasa shuni hozir bog'lab bersak bo'ldi, xudo xolasa. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bo'lgani mana bizda tekush yashikka turadi bizda. U 0028 shina mostga tekushi turadi bizda. Xudo xolasa ular o'tdi. Endi Человек mashina ham aloqaga chiqdi. Hozir buni o'zini platasini ham rasmini qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa.